Assalomu alaykum. Hurmatli dakan ishqibozlari, yurt tomoshabinlari. Parvozlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Mana bu tarvuzni hozir cho'qilashni boshlashdi buni. Xullas kecha 30 mingga tarvuz oldim-da. Ikkiga bo'lib, xaladiniga tiqib qo'yilar desam, ikkiga bo'libdi-da, xaladiniga tiqibdi, faqat bittasini muzxonaga tiqib qo'yibdi. Yosh bolaga ishonsang shuna. Endi buni muzday qilib jo'jalarimiz mazza qilib olishadi, shular rizqi ekan. Mana qarang, tarvuzga ham ishtahasiz bo'ldi. Sal muzdaylik qilyapti, olib chiqib qo'ydim, ilib bo'lgandir. Buni ziyoni yo'q. Tarvuz ichki organizmlarni tozalaydi, buyrakni yuvadi, o'tfagidagi toshlarni yuvadi. Voy xo'rozlar xullas sog' salomat o'ynab kulib mazza qilib yuradi. Bitta life aytasizlarga mana. Cho'jalar o'ynab kulib yurishdi. Bular yosh cho'ja, palapon, o'yin qaroqda o'ynaydi endi. Olinglar, qani suv ham ichmasdan tarvuzinglarchi mazza bo'ladi. Ularni qarang, oyoqlari ham toza, ko'zlari ham toza, mana qaranglar. Вообще zo'r shisha ko'zlardan-da ular. Va har xudo xolasa moshniy bo'ladi. Olinglar, mana olinglar. Olaveringlarchi. Xo'roz qandaydir tarvuzni ichiga yegiz kelmadi, tushgacha jo'qiladi-yu. Olinglar, mana. Bu cho'jani bekorchisin Telegram kanaliga qo'ydim. Yengilini. Undan keyin ham bular ancha bekor chiqgan. Alohida qilib qo'ydik. Bu xo'rozni ham tez kunlarda bekorchisini qo'yamiz. Cho'jalarni birin-ketin tomosha qilib boraveramiz o'rtoqlar. Biz to'rtta qo'chqor olish kerak. Qiziqishga, hobbiga boqib, tarbiyalab, chiroyli qilib, yetiltirib, parvarishlab, qaraymiz, qo'y boqqan, chorvoq bilan shug'ullangan insonga savob bo'ladi deyshadi. Qo'y qura qilyapmiz uyda. Endi hozir to'g'ri srochniy 5 millionga, 3 millionga qura olishga hozir imkoniyat juda qiyin bo'lib turibdi, lekin profillarda mana qo'ldan kelgancha o'zimiz akam bilan birga yasayapmiz. Boltga egalik qilib yasayapmiz. Bitgan variantini ham ko'rsatamiz. Qo'chqor boqadiganlar layklarni bosib turasizlar. 4 ta yoki 3 ta qo'chqor bemalol tursa bo'ladigan kilitkamiz bityapti, xudo xolasa. Mana shu bog'ning ichida bu katta hovlimiz 20 tadan oshiq dakan jo'jalarim bor. Yapon tovuqlarini ham bu yerga olib kelib tashaganman. Hozir bular kichikroqlari. Nakaulchi korpuschi zotlar bular, xudo xolasa. O kelyapti mana. Bunisi ham o'ta moshniy. Hozir bitta ikkitasini ushlab boshqa joyga olib qo'ydim. Bular ham o'ta sho'x. Yapon tovuqlar ham ularni boshqara olmayapti ekan. Vaziyatini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Juda ham zo'r. Ularni o'sha kuzda obzor qilamiz, katta bo'lsa deb shu yerga olib kelib tashlab ketgan edim. Lekin bu yerda bular anchagina ozib ketibdi. Bu yerda endi jiyanlar yaxshi qaraydi desam, jiyanlar endi o'yin qaroq bo'ladi. Yozni issiq kunida cho'milgani ketadi, ertalab turib olib. Sal bee'tibor bo'lib qolibmiz. Ular ham 2 oylik ozgina ozib qolibdi, lekin xo'rozlari normal, makiyollar ozib qolibdi. O bog'ning ichida yuribdi katta-kattalari. Buni mash partiya haligi o'zini eplab qutqumushqani yaxshi yeganlari bor. Bog'ning ichida yuribdi. Kelib qolishar. Yana bitta yapon tovug'im bor-edi, ko'rinmayapti. Ular tuxumda ular. Yapon tovuqlar tuxumda, tuxum to'playapti. Shu avgustga bostiramiz bularni yana bir marta. Endi hozir juda ham issiq qiladi. Avgustdan keyin bostiramiz. Xo'roz o'yla. Kraskaga tegib qo'yish yo'q-a? O'rtalab kraskasini ham bitirib bo'ldim, bu pashti, xudo xolasa. Bir soloy surkab qo'ysam, qolganini ertaga qilamiz. Bunaqasiga 180 bo'ldi, yeniga. Bunaqasiga 240 mikin yo 2,5 metr shunaqa bo'ldi. Ajoyib. Xohlagan payt bo'lib qo'ysa ham bo'ladi. 4 ta yoki 3 ga yoki 2 ga bo'lib qo'ysa ham bo'ladi o'rtoqlar. Mana do'stlar, xudo xolasa qo'yib bitta salqin yong'oqda olib kelib o'rnatdik. Qo'chqorlarga kirgizib qo'ydim.
Endi qo'ylar katta bo'lishini hisobga olib qilganmizda, katta qo'ylar o'tib keta olmaydi, lekin bu kichkina qo'zichoqlar o'tib ketib qolish ehtimoli borligi uchun taxta qoplab qo'ydim. Bu ham kam chiqim variantdan qo'lbola qilib uy sharoitida qo'yxonani bitirdik o'rtoqlar. Qo'ldan kelganicha bitta like bosib qo'yasizlar. Kammi ko'rsiga endi har xil gap bo'lishi mumkin, endi mayli. Nasib. Bu keragi yo'q edi bu yerga. Oppoqqina kraskalar bilan mana qo'ylar. Mazza qilib yong'oq tagida havo borda. Bu yoqda ekanlar-ku, o'shim. Taglarida kamida 10 ta tuxum bor. Joning sog' bo'lsin. Bosib yotibdilar mana. O'rtoqlar, 6-chisiga kurik bo'lyapti desam, kimlargadir ertagi tuyulib qolishi mumkin, lekin tushungan odam aka 10 marta ham kurik bo'ladi deb yozyapti. 20 kunlik, 1 oylik qiladi bo'ldi. Ag'iga tuxumga kirib, sirazi harakatga boshlanadi. Universal Tornado drabilkasida qo'chqorlarga makkani maydalab beramiz. Butunishi ham yesa bo'ladi. Chaynalgani qiynalmasin deb sal maydalab beramizda. Mana Tornado. Farg'ona Qo'shtepadan kelgan Tornado universal drabilkasi. Bunda biz hozir makka chiqarib qo'yamiz. Oldingi videolarda xolni ham chiqardik, qurudi ham. Liboy narsani chiqarsiz bo'ladi. Don, dun, tovuqlarga ham chiqarsangiz bo'ladi. Qurug'ini chiqargan videomizni ko'rdilaring. Xolini chiqardik makka payana. Endi donni chiqarib qo'yamiz buni to'g'ri. Mana makka bo'ladi. Mana bu yerdan solinadi. Bug'doy solinsa mana bu yerda teshigi bor. Mana bu yerdan tushib ketadi. Bu endi hozir don chiqaramiz. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Jo'jalar juda ham serob, Xudo xolasa barakasini bersin. Yaxshi jo'jalar bor. Bu yoqda 10 ta, bu yoqda 5 ta bo'lib, hammasining kayfiyatlari yaxshi. Boqyapmiz, aka nimaga sotmayapsiz? Sotmasangiz nima qilasiz video qilib deydigan bitta odamlar bo'ladi. Endi tomoshaga qo'yamiz-da, akalar. Kelishib qolsak sotamiz, kelishmasak boqamiz. Endi bu yog'i nasib.